Zulmat asirasi. Tundan tonggacha. Aytishlaricha asabdan boshdagi qon tomirlari yorilib, miyasiga qon quyilganmish. Qizning otasining ham qishloqda bosh ko'tarib yurguligi qolmagandi. Ayolni yerga bergandan so'ng qishloqdan bosh olib chiqib ketdi. Shu bilan u kishining daragini hech kim bilmadi. Qizchi, unga nima bo'ldi? Undan ham xabar topmadik. Hozir qayerda, kim bilan, nima ish bilan mashg'ul? Biz uchun hammasi mavhum. Bilganimizda nima edi? Onajon chuqur tin oldi Burgutali. Bundan bir foyda bormidi bizga? Qo'limizdan faqat o'sha qiz o'z yo'lini topib olsin deb duo qilish keladi xolos. Hikoyangiz juda qayg'uli ekan. Boshini sarak-sarak qilib chayqadi Bibisora ona. Hozir zamon noziklashib ketdi. Tavba, deb gapiray-ku, nazarimda yaxshidan ko'ra yomon ko'payib ketgandek. Mana, yaqinda narigi mahallada bo'lib o'tgan voqea. Eshitgan odam borki, yoqasini tishlamasdan qolmadi. Astag'firulloh. Qaysi voqeani aytyapsiz, onaxon? Burgutali Bibisora onadan u nazarda tutgan voqeani bilishga qiziqdi. Akasiga qo'shilib Yigitali ham ayolning og'ziga intiq tikildi. Cho'zib tortdi Bibisora ona. Narigi mahallada bir o'ziga to'q oila 5 qizdan keyin tilab olgan yolg'iz o'g'lini uylantirgan ekan. Qaynona bo'lmish kelinni sovchilik orqali tanlab, saralab olgan ekan. 5 qizning orasida o'sgan yigit tarbiyali, og'ir bosiq bo'lib ulg'aygan ekan. Kelinchak esa sho'x va shaddodgina ekan. Xullas, to'y o'tibdi. To'yning yugur bilan charchagan yigitning ota-onasi oradan 2 haftalar o'tgach, yoshlarni o'z holiga qoldirib, ma'lum muddatga dam olish uchun chet el safariga yo'l olishibdi. Uyda kelin-kuyov yolg'iz qolishibdi. Kuyovning 5 nafar opasi ham o'z ro'zg'ori bilan bo'lib ketgan ekan. Ustiga ustak ukasi bilan kelindan ko'ngillari to'q bo'lgan bo'lsa kerak-da. Uyda yolg'iz qolishganning 3-kuni kuyov bola kelinchakka bir surpriz qilay deb tushlik vaqti ogohlantirmay uyga kelibdi. Qulfloq eshikni yonidagi kalit bilan ochib kirgan yigit yotoqxonada kelinchakni begona erkak bilan xiyonat ustida ushlab oladi. Xiyonatlari fosh bo'lgan sharmandalar sarosima holatda kuyov sho'rlikni avval xushsizlantiribdilar, so'ng elektr shnuri bilan bo'g'ib o'ldiribdilar. O'sha elektr shnurini kelin o'z o'ynashiga tutqazib, nikohdagi yigitni bo'g'ib o'ldirishga undagani tergov jarayonida ma'lum bo'libdi. Tusingni yil olgur kelin, jazmaning bor ekan, turmushga chiqishga balo bormidi? Sudda shu savolni bergan tergovchiga kelin jonivori o'shshayib, erim boy edi. Buning davlatdan suygan yigitim bilan ayshimni surib yashamoqchi edim deganmish. Ana, ko'rdingizmi? Odamlar qanday bo'lib ketmoqda? Bibisora ona chuqur tortdi. Qo'yinglar, yaxshi gaplardan gaplashaylik. Yurakka yuk tushib ketdi. Onaxon, bu uyda bir o'zingiz turasizmi? So'radi Burgutali. Yo, qolgan oila a'zolari ishdami? Yo'q, bir o'zim turmayman. Men o'g'lim Karimjon, kelinim va yolg'iz nabiram Parizod yashaymiz. O'g'limni ko'rgansizlar. Hozir ishda, kelinim ishlamaydi. Hozir nabiram bilan bir aylanib kelaylik deb do'konga ketishgandi. Shunday deng, dedi Burgutali ukasiga ma'noli nazar tashlagancha. Karim akadan boshqa yana farzandlaringiz bormi? Karimjon peshonamdagi yolg'iz bolam. Bolamning peshonasiga ham yolg'iz shu qizi Parizod bitilgan. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin. Aka-uka tushlikdan so'ng ishga kirishganda Yigitali akasidan past ovozda so'radi. Aka, nimaga Xonzoda bilan bo'lgan voqeani butunlay boshqacha qilib gapirdingiz? Asl voqea umuman o'zgacha bo'lib o'tgan-ku. Asl voqeaning bularga qizig'i yo'q, ukam. Ma'noli qosh qoqdi Burgutali.
Barini boshqacha gapirgan bo'lsam, buning bir katta sababi bor. Oktyabrning o'rtalariga uyga kirib borgan Jaloliddin xonadonlardagi qizg'in tayyorgarlikning ustidan chiqdi. "Keldingmi, bolam?" dedi yengini shimarib olgan Bahrinso ona. O'g'lini bag'riga mahkam bosar ekan. "Boryapman" deganiga indamay suyunchi olmoqchi edik. "Tinchlikmi, ona?" hayron bo'ldi Jaloliddin. "Bu nima harakat?" "Jamilani uzatyapmiz, bolam", maqtanga namo kulimsiradi Bahrinso ona. "Kelasi hafta to'y." "Qanaqasiga, ona?" "Men axir..." "Shunaqasiga, bolam, shunaqasiga", o'g'lining yelkasiga qoqdi Bahrinso ona. "Kuyov bo'lmish otangni ko'ndirdi. Qo'limdan kelgancha uylarni to'ldirdim, ota", deb bolasi tushmagur to'yni ham baholi qudrat o'zimiz qilamiz. Kam katganimizni esa to'ydan keyin ham to'ldiraveramiz. Menga qizingizni bersangiz bo'ldi. Xullas, u otangni u yog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib, shuytib ko'ndiribdi-da. Qaynota qaynonangga ham xabar berdik. Hademay ular ham kelib qolishsa kerak. "Ona, men ham baholi qudrat pul olib kelgandim." "Mayli, bolam, u pullarni ham o'rni chiqib qolar. Hozircha hamma narsa yetib turibdi, shu." Faqat shu. Bahrinso onaning o'pkasi to'ldi. Jaloliddin onasi Zulxumorni eslaganini his qilib, uni indamay bag'riga oldi. U shu turishda bir muddat jim qoldi. "Aka." Jaloliddin singlisining ovozidan tanib ortiga o'girilganda o'g'li Begzodni ko'tarib turgan Jamilaga ko'z tushdi. "Singlim", dedi Jaloliddin onasining quchog'idan uzilib, singlisi va o'g'lini bir yo'la bag'riga bosdi. "Iloyim baxtli bo'lgin." "Rahmat, aka." Jamila uyalgan namo yerga qaradi. "Bizning baxtimizga siz doim sog' bo'ling." Bu yoqga to'y tezlashib ketdi. Jaloliddin Asror aka va hamkasblarini to'yga taklif qilgan edi. Ular restoranda ham to'y mavsumi qizg'in pallaga kirganligi uchun ishdan o'tib bora olmasliklarini aytib uzr so'radilar. Toshkentdan yetib kelgan qaynona qaynotasi ham Jamiyani egasiga topshirgach, oradan 3 kun o'tib Begzodni olib yo'lga tushishga qaror qildilar. "Biz 1-2 oy o'tib boramiz", dedi Bahrinso ona qat'iyat bilan. "Singling yangi kelin. Har holda uni darhol huvlatib tashlab ketolmaymiz. Yangi uyga o'rganguncha undan keyin bizni sog'inganda kelib ketib turishi uchun bir muddat shu yerda bo'lib turaylik." Onasining so'zlarini jo'yalik deb qabul qilgan Jaloliddin qaynona qaynotasi va o'g'li bilan yo'lga tushdi. Amerika safariga ketgan Harun Rashidov va Kamolning ham qaytishga sanoqli kunlar qoldi. Hademay ular o'z ish joylarida bo'lishadi. Shu kunlarda restoran ishlari orasida turli xil uzun quloq gaplar oralab qoldi. Emishki, Harun Rashidov safardan qaytgach tez orada yana Amerikaga ketarmish. Bu safar o'zi bilan bir guruh insonlarni u yerda ochilgan restoranda ishlash uchun birga olib ketarkan. Nafs bilan birini aytganda bu gaplarda jon bor edi. Axir Harun Rashidov o'z xodimlari bilan o'tkazgan oxirgi uchrashuvda ham shular haqida gapirgan edi-ku. Restoran xodimlari endi o'z hollaricha Rashidov galdagi safarga kimlarni birga olib ketish haqida g'oyibona ro'yxat tuza boshlagandilar. Agar Harun Rashidov bundan buyog'iga ishlash uchun shtatlarga butunlay ketishni ixtiyor qilsa, Firuzaga rahbar qilib yo Kamol yo bo'lmasam kuyovi Davronni tayinlab ketadi. Bu taxmin keyingi paytlarda eng ko'p og'izga olingan taxmin edi. Keyingi vaqtlarda Harun Rashidovning qaytish xabarini eshitgan Xonzoda juda xayolchan bo'lib qolgan edi. "Xonzoda", dedi undagi o'zgarishni birinchilardan bo'lib payqagan Asror aka. "Negadir xayollaring parishon, hushing o'zingda emasdek tuyulyapsan menga." "Tinchlikmi, singlim? Biror muammoing bo'lsa ayt, birga hal qilaylik." "Yo'q", dedi Xonzoda hamon o'ychanlikni yo'qotmay. "Asror aka, menga 3-4 kunga javob berib tursangiz, iltimos." "Javob berib tursam?" o'ylanib qoldi Asror aka. "Javob berish qochmas-ku, ammo nimaga? O'tgan safar ham javob so'rab bir haftacha yo'q bo'lib ketding.
Sababini aytmading. Mayli. Balki shaxsiy sabablaring bordir, biroq bizga singlimizdek bo'lib qolding. Shunga xavotir olyapmiz-da. Sira xavotir oladigan joyi yo'q, Asror aka, jilmaydi Xonzoda. Shunchaki siz aytgandek shaxsiy bir ishim bor edi. Ha, unday bo'lsa bo'pti. Ko'ngli joyiga tushdi Asror akaning. Faqat sendan bir iltimos, Xorin aka kelgunlariga qadar ish joyingda bo'lsang. Bilasan-ku, u kishi tartibni yaxshi ko'radilar. Xo'p bo'ladi. Yuzlariga tabassum yozildi Xonzodaning. Siz nima desangiz shu. Tushlikdan keyin Xonzodani ish joyida ko'rmagan Asror aka, Xonzodaning ishi juda zarur ekanda, ertani ham kutmay bugundan ketib qolibdi deya o'ylandi. Tushunmadim, aka, dedi Yigitali Burgutalga hayron boqib. Bu yolg'ondan bizga nima foyda? Hoy bola, boshini sarak-sarak qildi Burgutali. Oliy ma'lumotli bo'lganing bilan ko'sha ko'rmaganing bilindi-da. Men bir narsani gapirdimmi, bilib gapiraman. Xullas, gap bunday. O'tgan kuni biz bilan birga ishlagan Safar aka Karim Murodov yolg'iz qiziga ishkuyov izlayapti. Unga kelishgan, fahm farosatli, gap so'z joyida biron yigit uchrasa, boymi, kambag'almi farqi yo'q, kuyov qilib oladi degandi. Esingiz joyidami aka? Ko'zlari ola-kula bo'ldi Yigitalining. Bir kam itkuyov bo'lishim qoluvdi. Hah, istehzoli kulimsiradi Burgutali. Hali bular seni kuyov qildi-yu sen noz qilding. Birinchidan bu insonlar seni nazarga olsa, do'ppingni osmonga ot, xo'pmi? Ikkinchidan, o'zingni ham shahardan uy-joy qilish niyating bormidi? Ha, yasha. Shu turishingda biror 40-50 yilda yetishasan o'sha orzuyingga. Undan ko'ra oyog'ing ostidan chiqib turgan shundoq imkoniyatdan foydalanib qolsang-chi, qoq kalla. Mana senga tayyor uy, tayyor joy, kamiga qasr. Undan keyin bunday odamlar seni kuyov qilsa, qaynota qaynonalik qilib ham tergab ham yurishmaydi. Chet el yurib bunga vaqtlari bo'lmaydi ularning. Xullas, tanangga bundoq o'ylab ko'r. Agar uylanmagan bo'lganimda o'zim bilardim. Milliarderning yolg'iz qiziga uylanib, otam bilan onamning bag'rlariga shamol tekkizdirardim bundoq. Senga bo'ladigan gapni aytdim. Yoqsa mana, yoqmasa ana katta ko'cha. Ista ishkuyov bo'lib maza qilib yasha. Ista shu ketishda tuproq yutib, guvala tupurib yuraver. Hoy Dovdir, shu orqali el-yurtning oldida Xonzoda sabab egilgan boshingni baland ko'tarib olsang-chi. Kimsan? Tilla sanoatining dorug'i dunyoga ketgan bosh xoqoni Karim Murodovning yolg'iz erkak kuyov bo'lib yayrab yashamaysanmi, ahmoq? Ana undan keyin ortingdan visir-visir qilganlar 15 qarich tillarini tishlab qolganlarini mirqib tomosha qilarding. Akasining so'zlari Yigitalining sal avvalgi shashidan tushirdi. U o'zini bir zumga mana shu uyning erkak kuyovi qahramonida tasavvur qilib ko'rdi. Ana shu tasavvur qilib ko'rishning o'ziyoq juda yoqimli tuyuldi unga. Aka, dedi u Burgutalga sirni oshkor qilib qo'yishdan cho'chigandek jiddiy ko'rinishda. Siz barini og'izda pishirdingiz, qo'ydingiz. Ammo bu uydagilar o'z qizini osmondagi oyga berishga ko'zlayotgan bo'lsalarchi, bizdagi oddiy odamlarni nazarlari ilarmidi? Vey, men senga nima dedim hozir? Achchiqlandi Burgutali. Qulog'ingning tagida tambur chaldimmi? Aytdim-ku. Karim Murodovga bo'lajak kuyovning boy yoki kambag'alligining farqi yo'q ekan deb. Ular uchun yaxshi, odobli, farosatli yigit bo'lsa bo'lgani ekan. Xo'p, ularga maqsadimizni qanday qilib bayon qilamiz? Bu yog'ini hayot ko'rsatadi, ukam. Ko'zlarini quvlik bilan qisdi Burgutali. Sen umuman olganda ikkimiz shu xonadonda ishlayotganimizda o'zimizni obdon ko'rsatamiz. Ayniqsa anavi kampir shohga. Ko'ryapsan-ku, uning gaplarining har so'zi miltiqni o'qidek. O'ylashimcha, milliarder o'g'liyam uning chizgan chig'izdan chiqmaydi. Sen ham kampir shohning yonida sponi yoqib, iloji boricha o'zingdan jetvani yasab ol. Ish bitguncha bularning qo'yniga ilondek kirib olsak,
Keyin oyimlarni sovchilikka jo'natamiz. Oyimlarni bilasan-ku, qayerda nima gap gapirishni biladilar. Biz bu yog'ini eplasak, ular u yog'ini qotiradilar. Aka, nima deysiz? Qiz chiroylimikan? Yigitalining savolidan akasining ensasi qotdi. Senga nima? Qurbaqaga o'xshagan taqdirdayam, zato boy. O'zicha kulimsiragan bo'ldi Yigitali. Ismi Parizoda ekan. Bunaqa ismli qiz xunuk bo'lmasa kerak. Ha, ana, gapirayotib yutinib qo'ydi Burgutali. Boqsa odam bo'lasan sen. Ana endi kallang asta-sekin ishlay boshlayapti. Hademay birpas sabr qilsang, qizni ko'rishing mumkinligi ham aqling yeta boshlaydi. Ammo vaqti kelib o'sha aqling yetmay qolishi mumkin bo'lgan narsani hozirdan qulog'ingga quya boshlamasam bo'lmaydi. Korotchi, bratishka, agar meni aytganim bo'lib mana shu xonadonga kuyov bo'lsang, akang, ya'ni meni hech qachon unutib qo'ymaysan. Vaqt soati bilan menga ham shu yerlardan uy-joy qilib olishimga yordam berasan. O'zing qaynotjoningni qo'l ostida yaxshi bir lavozimga ega chiqsang, meni ham quruq qo'ymaysan. Xullas, kelgusida aynan mana shu kunni unutmaysan. Va'da berasanmi? Va'da beraman, dadil javob qaytardi Yigitali. Biroq ko'p o'tmay bo'shashgancha javob qaytardi. Aka, og'izda hamma narsani pishirdik qo'ydik. Ammo davomiga nima qilamiz? Nima qilardik? O'zimizni ko'rsatamiz-da, ukajon, dedi Burgutali. Bizni kuzatayotgan bo'lishlari mumkin. Qani astoydil ishga kirishamiz. Bo'la qol. Kun asrdan olganda Karim Murodovning ayoli Husniyabonu va qizi Parizod uyga qaytib kelishdi. Husniyabonu yoshiga nisbatan juda yosh va go'zal ko'rinarkan. Unga nazar tashlagan odam qiz bilan opa-singil deb o'ylashi aniq edi. Parizod esa oppoq, cho'ziq yuzli, qoshlari qalin, bodom qovoq, ko'zlari biroq qisiq, yupqa lablari mudom qimtinilgan jiddiy qiyofadagi qiz ekan. Bu qiz onasidan ko'ra ko'proq otasiga o'xsharkan, degan o'y kechdi Yigitalining xayolidan va chuqur xo'rsinib qo'ydi. Parizodning jiddiy va kamtarin qizligi o'zini tutishi va xatti-harakatdan ko'rinib turibdi. Biroq Xonzoda baribir o'zgacha edi-da. Xonzoda bamisoli olov edi. Olov. Birgina tashlagan nigohi yuragingni tub-tubigacha yoritar, jon-jahoningga o't qalar, egasiz hislaringni barini mumdek eritar edi.